Assalomu alaykum, hurmatli narx navolar kanalimiz obunachilari, hurmatli mijozlar. Bugun sizlar bilan birgalikda uy qidirib yurganlar uchun Denov shahar yangi qurilgan domlardan korobka shaklida 2 xonalik domni ko'rsatib o'taman. Narxini ham video davomida aytib o'taman. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Denov shahar. Mana Yevroaziya restoran mehmonxonasi. Bu yerda Haval avtosalonida ro'parasida joylashgan. Mana bu yerda 79-maktab ham bor. Ro'parasida joylashgan. Mana 9 etajlik domda 9-qavatida joylashgan. Hamma liftlari bor, ishlab turibdi. Chiqib tushish muammo emas. Shu yerda 2 xonalik 63 kvadratdan ko'proq bo'lgan maydoni dom sotiladi. Hozir birgalikda ichkarini birdan tepaga chiqib obzorni ham ko'rsatib o'taman. Ekranda telefon raqami yozilgan bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bu uylar bitta podyezlik bo'ladi. Kelasiz, mana bu yerdan kiriladi. Orqa tarafdan podyezddan kirib ketiladi. Uylar o'zi birinchi qavati ham shu 3-qavatdan boshlangan o'zi. Mana 2 qavat do'kon, 3-dan boshlab uylar boshlangan. Shuni 9-qavatda joylashgan uyni ko'rsatib o'tamiz. 100% kadastr olingan, 100% to'lov qilingan, dokumentlari joyida uy. Xo'p, liftdan kiriladi. Zanadan ham chiqsa bo'ladi, 9-etaj. Mana liftdan chiqdingiz. Bu tarafda mana 3 talik uy bor. Bu tarafda ham xuddi shunday 3 talik. Kiramiz mana. Yaxshi, mana ichlari oq MDFlik uy. Kirdingiz, kirganingizda koridor. Chap qo'lda birinchi xona. Korobka holatda turibdi uy. Bu mana bu domning orqa tarafi. Oldi tarafdan ko'pildingiz. Chiqamiz mana ikkinchi xonasi. Havo toza, 9-etaj. Lift bo'lganda hech qanaqa muammo yo'q. Bemalol chiqib tushiladi. Bunisi oshxona. Mana gaz kelgan, ichi gullangan, suv kelgan, kanalizatsiya bor. Tok kirgizib qo'yilgan. Bu yerda bittasi hojatxona, bittasi vannaxona qilingan. Mana bu yerda koridor ham kattagina bitta xona sifatida foydalansa bo'ladi. Obshi 63 kvadrat metrdan ko'proq, ya'ni 63-30 shu atrofda kvadrat metr umumiy maydoni uyda. Narxi kvadrati 6 milliondan aytilyapti. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, telefon raqam yozib qoldirilgan.